Bizdan Malibu 2.4 yaxshisini so'ragan akalarimiz uchun maxsus bitta kalinkasida petnosi bor, qolgan joyi absolyutni top-toza mashina. Metan gazlari bor, motor ходовой, korobka hech qatida hech qanaqa ishi yo'q dedilar. Lyuklari bor, yaxshi yumshoq balonlarda, mashinaning holatlari yaxshi bo'lib turibdi. Qiruv-siruv joyini ko'rmadim. Mashinani miyatingni qildirib yuborsangiz bo'ldi ekan, parogini boshqa ishi yo'q mashinani. Salonlari ham akkuratni turibdi. 127 ming kilometr yurgan, mana sidenalari ham matviy bo'lib turibdi. Urinib ketmagan mashina yaxshi holatda. Xudo xolasa olasizlar, mazza qaydaysizlar. Metan gaz ballonlarini ham yaqinda qo'ydirib qo'yishgan ekan. Xullas, minishga tayyor. Suvtekin kanalidan bu Malibu'imizni olib, mazza qilib haydashingiz uchun faqatgina $17,350 ga berib yuboramiz. Mana shu kalinkasida bir qarich petnosi bor dedilar. Yana ustunlarga olib borib, ko'rsatib, tekshirib olasizlar. So'ng zashnilar urib qo'yilgan, tayyor. Motor ходовой korobkalarda hech qanaqa ish yo'q. Egalar